Assalomu alaykum, Navro'zon Flowers obunachilari. Bugun kunlaringiz xayrli va barokatli bo'lsin. Bugun sizlar bilan hovli gullari, Vigela guli haqida va buni ko'paytirilishi haqida suhbatlashamiz. Qarang, qanday chiroyli bo'lib gullaydi. Butun yoz bo'yi gullayapti bu menda. Menda hisoblasak 4 xil turi bor. Qora bargligi bor, pushti rangda ochiladigani, qizil, keyin esa maliniy rangda, oq rangda ochiladigan sortlardan bor. Buni men hozir ko'paytirishga qo'ymoqchi edim. Sizlarga ham ozroq foydali bo'lsin deb ko'rsatib o'tmoqchiman. Qarang, qanday bo'lib chiroyli bo'lib gullab turibdi. Bu yoz bo'yi gullaydi. Eski gullarni tashlayveradi. Keyin esa yana yangi shox, yangi barg chiqarib, yana to'p-to'p bo'lib gullab kelaveradi. Bu menda hozir kichkinaroq ko'chati, shu yil ekilgan, lekin qarang, shunga qaramasdan gullab kelyapti. Chiroyli bo'lib. Menda mana bunday katta-katta bo'lib shoxlab ketganlari bor edi. Shularni kesib ko'chat qilmoqchiman. Hozir iyun oylarida bemalol ko'chat qiladigan vaqti bularni. Bitta ikkita sortidan olib ko'pgina qilib ko'paytirib olsalaringiz ham bo'ladi. Yaqin qarindosh yoki sotsalaringiz ham bo'ladi demoqchiman. Shu guldan hozir ko'paytirishga qo'ymoqchiman. Sizlarga ham bir ko'rsatib o'tay dedim. Bu gullarimiz chet davlatdan kirib kelyapti bizga. Qishga juda chidamli. Yozimizda issiq chillasida ham juda chidamli, chiroyli bo'lib mana gullab turibdi. Mana bitta ikkita barglarni kuydirishiga qaramasdan, lekin ko'rib turganlaringizdek rosa zo'r bo'lib gulladi. Bularimiz hali gullashga kelgani yo'q. Hozircha mana bu yerda bittagina gullashga kelgan joyini ko'rdim. Mana bu ham. Barglari mana shunday chiqarayotganda och yashil bo'lib, keyin to'qlashib ketadi. Bularga hech qanday dori bermasalaringiz ham bo'ladi. Qandaydir bir temir modda bersalaringiz ham bo'ladi. O'zimizning mahalliy o'g'it, go'ng-go'mparlardan agatlariga tashab qo'ysalaringiz ham rosa zo'r bo'lib o'sar ekan, beyozor ekan. Menga yoqdi. Shu guldan endi sizlarga chiroyli qilib ko'paytirishga qo'yib, sizlar ham uylaringizda bo'lsa yoki qo'shnilaringizda bo'lsa, mana shunday bironta shoxini olib kelib ko'paytirishga qo'yib, bemalol ko'paytirib olsalaringiz bo'ladi. Mana shuni hozir kesamiz. Sizlarga ham bir ko'rsatay degan maqsadda. Tagidagi shoxlari, ayniqsa enkayib osilib o'sgan shoxlarni kesib olamiz. Kustarnik bu bemalol nima bo'lib ketaveradi. Tagidan ko'payib o'sib kelaveradi. Bitta ikkita shoxlarini chiroyli qilib, qattiq qilib o'zini ushlab turgan shoxlarini qoldiramiz. Bundan qancha ko'pgina ko'chatlar qilib olasizlar. Masalan, yaqin kishilaringizga ham bemalol sovg'a qilsalaringiz ham bo'ladi. Mana bunday variegatnesti ham bor. Hozir narxda sal kattarog'i bor. Uni ham ko'paytirishga qo'yamiz. Mana qarang. Chiroyli to'p-to'p bo'lib gullaydi. Issiq bo'lgani uchun bitta ikkita gullarni kuydirishi mumkin. Erta bahorda rosa zo'r bo'lib gullar ekan. Gullari ham anchagacha turadi. Ko'zingiz quvnatib, har xil rangliklari bor. Shunday qilib ko'paytirib olamiz. Mana bu yerda variegatnestimiz bor. Yoyilib, pastga qarab, og'anab, o'sib yotibdi. Bularni endi qattiq o'zlarini ushlab turishi uchun qattiqroq shoxini qoldiramiz. Bu yerda esa mana qora bargligi bor. Maliniy rangda ochiladi. Rosa chiroyli. Italyaniki. Bularni ham kesib olib ko'chat qilamiz. Qattiqroq shoxlaridan qarang, chetlaridan shoxlab kelaveradi. Rosa beyozor sort ekan. Hali gullagani yo'q, lekin gullagan gulni rasmiga qarab olgandim. Hozir buni ham kesamiz. Qattiqroq shoxlarni olsak, pishgan shoxida o'zimizga ham yaxshi ko'paytirib olishimizga. Tika qilib
tashlab qo'yishimizga to'g'ri kelar ekan bularni. Bitta qo'lda kesishga qiyin bo'lyapti, lekin shunday qilib kesib olamiz ekan. Bitta gulimizni qancha qilib ko'paytirib olsak bo'ladi. Bizda O'zbekiston sharoitimizga, ayniqsa bizda Surxondaryomizga rosa zo'r bo'lib moslashadigan gullardan ekan. Buni ham olganimda kichkina edi, rosa tez o'sar ekan, lekin rosa qilib o'stirib olaversak bo'ladi. Buni qo'rqmasalaringizdan bo'ladi. Tagidan ishlab, ko'klab rosa ko'pgina shox bo'lib chiqib kelaveradi. Mana ikkita shoxni qoldiramiz. Mana shunday qilib hozir bog'lab qo'ysam chiroyli bo'lib o'zini tiklab ketadi. Mana bu yerda geranlarimiz bor. Klimatislarimiz ham gullab bo'ldi. Qayta gullayapti. Mana bu geranlarimiz gulchalarini olib qo'yamiz. Yana qayta gullab kelaveradi. Mana gulchalariga kuch bo'ladi. Shunday qilib gullarimizni ko'paytirib olamiz. Mana vigellalar kesib olib kelib oldim. Barglarini bir-bir yuvib, tozalab oldim. Endi bularni kesamiz. Mana kesib oldim bir ikkita shoxlarini. Mana shunday qilib barglarini, qattiq bo'lgan shoxlarini kesib oldim. Hozir yana sizlarga ko'rsatay. Uchta barg qoldiramiz. Qaychi yordamida barglarni kesib tashlaymiz. Chunki buni ko'paytirishga qo'yganimizda ozgina kuch bo'lsin. Barglarga kuch ketib qolmasin. Ildiz chiqarish uchun kuch bo'ladi. Mana shunday qilib kesib olamiz. Mana bu joyini endi qarang. Salgina burchakroq qilib kesib olamiz. Chunki ildiz chiqarish uchun ozgina yordam berishimiz kerak. Poyalari rosa qattiqlashib ketgan. Pichog'im o'tkir, lekin kesishga qiynalyapti. 3 ta barg qoldirsak ham bo'ladi. Bu variegatnisti maliniy rangda, malina rangda gullaydi. Bu ham chiroyli. Barglari ham rosa xuddi o'zimizda fix gullarimiz bor. Variegatni. Shunga o'xshaydi bargi. Bu bosh qismi kerak emas, bizga mana shunday qattaygan qismi kerak. Shunday qilib olib tashlaymiz. 40 kunda Xudo xohlasa chiroyli bo'lib ildiz otib ko'payib qoladi. Bu yerni ham kesish esdan chiqmasin. Chiroyli bo'lib qarang. Mana shunday qilib chiroyli qilib kesib olaveramiz hammasini. Hoppa. Tez kesib, tez ko'paytirishga qo'yib yuborishimiz kerak. Mana bunday suvga solaman hamisha, chunki ko'chatlikka qo'yganingizdan keyin ozroq poyasiga namlik yurishi uchun kerak bo'ladi. Mazza qilib namlanib turadi. Bularni men baklashkalar kesib tayyorlab oldim. Ustiga konteyner maqsadida foydalanish uchun shunday qilib kesib tayyorlab suvga solib qo'yasiz. Bunga hech qanday suvga narsa qo'shganim yo'q, yo karnivin yo boshqa narsa, oddiy suvga shunday so'lib qolmasligi uchun ham bularni kesib tayyorlab olganimizcha suvga solib qo'yamiz. Keyinchalik ekishga tayyorlab olamiz. Karnivinga botirib ekamiz. Hozir men bularni kesib olay. Vaqtimiz ancha cho'zilib ketmasin, keyin esa yana qolganini davom etamiz. Vigellalarimizda mana shunday geran bormi, yoyilib o'sadigan, tagida soyaliga 24 soat ketmaydigan gullarimiz tagiga yerga ko'chat qilishlaringizni maslahat beraman. Men ham shunday qilib daraxtlar tagiga qildim. Hozir natijasini ham ko'rsataman. Mana qarang, bittani boya qilib qildim. Sizlarga hozir yana bir ikkitasini qadab ko'rsataman. Mana bu
karnivenga botirg'izamiz. Nam bo'lsa ko'chatingiz karnivenda yaxshi ushlaydi. Mana ham bitta qo'lda ham ko'chatlikni qilyapman, ham bitta qo'lda video olyapman, qiyin bo'lyapti. Juda yaxshi bo'lib ildiz otadi yerda bo'lsa, chunki yerimizda tuvakdagi gruntlarimizdan ko'ra kuchi juda ko'p. 40 kunda Xudo xohlasa ko'chatlarimiz juda zo'r bo'lib tayyor bo'ladi. Mana yaxshilab botirg'izib olamiz. Karnivenga soyasi 24 soat ketmasligi kerak. Bakalishkalarni bunday qilib kesib olganman. Shunday qilib kesganimning sababi mana baraklari chiqib, chiroyli bo'lib, chetlaridan shoxlar chiqib boshlagandan keyin mana bu qopqog'ini ochib ochiq havoga o'rgatasizlar, keyin esa bakalishkasini oxirigacha olib tashlaysizlar. Qismini kesib tashladim. Birdan ochib tashlasalaringiz ko'chatlaringiz qurib qolishi mumkin. Shunday qilib kesib ko'chat qilib olamiz. Videomiz ko'payib ketmasligi uchun sizlarga tez ko'rsatsam, hali ko'chati tayyor bo'lgan ko'chatlarni ham sizlarga ko'rsatishim kerak. Shunday qilib ko'chatlarimizni tayyorlaymiz. Mana idishimizni yopamiz. Aniq va tiniq bo'lsin deb noldan ko'rsatyapman sizlarga. Mana soya shudan 24 soat ketmaydi. Mana qopoqlarni ochib qo'yib o'rgataveramiz ochiq havoga. Hozir sizlarga ko'chat tayyor bo'lgan ko'chatlarni ham bir ko'rsatay. Bularni hozir ekib tashlayman hammasini. Mana 40 kun oldin qilgan vigilla ko'chatlarim. Bu yerda vigilladan tashqari shamshotlar ham bor. Mana shu yerdan krant o'tgani uchun 24 soat namligi tagidan ketmay turadi. Shuning uchun mana sizlarga ko'rsatsam, mana vigillalarimiz yangi barglarini chiqargan. Ko'rinyaptimi? Qapoqlarni shunday qilib asta ochamiz. Mana bularda ham bor. Buni ichidan qarang. Boshqa gullar ham o'sib chiqqan. Endi gullar oldida bo'lgani uchun mana bularda ham bor. Shunlarla bo'lishi uchun sizlarga shunday qilib ko'rsatyapman. Qarang, boshqa gul ham o'sib chiqqan ichida. Mana bu yerda shamshot bor. Izgirib deymiz-ku. Xohlagan gullaringiz mana shunday qilib iyun oylarida, avgust oylarida bemalol ko'paytirib olsalaringiz bo'ladi. Faqat soya salqin bo'lgan joy bo'lsa juda zo'r bo'ladi. Ko'klab qolgan, buni hali ochishga vaqtli. Yaqindagina qopoqlarni ochib qo'ydim. Endi esa ochiq havoga sal o'rgangandan keyin olib tashlayman bakalashkasini. Ichida 2 tadan ko'chatlar bo'lgan, qarang, yangi barglarni yaxshi chiqarib turibdi. Mana bu yerlarda ham bor. Bunisi aniqroq ko'rinibdi. Ko'rinyaptimi? Shunday qilib chiroyli qilib ko'chat qilib olsalaringiz bo'ladi. Boshqa gullarni ham hamisha sotib olmasdan gullaringiz ko'payib tursa juda yaxshi bo'ladi. Mana shunday daraxt tagiga ekilgan. Bemalol ko'paytirasizlar gullaringizni. Mana ozgincha bo'lsa ham sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa xursand bo'laman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.